Buxoro tumanida o'tkazilgan tun profilaktik tadbiri davomida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qoramol o'g'riligi bilan bog'liq jinoyatning oldi olindi. Joriy yilning 20-may kuni tungi soat 1:30larda Buxoro tumani Turkon mahalla fuqarolar yig'ini Arabxona qishlog'i hududidan o'tuvchi Buxoro Qiziltepa avtomobil yo'lida harakatlanib kelayotgan qora rangli Gentra rusumli avtomashina ichki ishlar xodimlarida shubha uyg'otgan. Tungi xizmatga jalb etilgan profilaktika inspektorlari tomonidan transport vositasini to'xtatish chorasi ko'rilgan. Biroq haydovchi xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirgan. Ko'rilgan tezkor choralar natijasida avtomashina to'xtatilib, ko'zdan kechirilgan. Tekshiruv davomida avtomobilning orqa o'rindiqlari olib tashlanganligi hamda uning salonida jigar rangli yirik shoxli qoramol olib ketilayotganligi aniqlangan. Avtomashinaning salon qismini va yukxona qismini tekshirish jarayonida avtomashinada salon qismida bir bo'sh qoramol borligini ko'rdik va shunda fuqarodan qoramolni qayerdan olib kelayotganligini so'raganimizda qarindoshimning uydan olib kelayotganligini aytdi. Shunda biz qarindoshining ism familiyasini, shaxsini so'raganimizda bunday fuqaro mavjud emasligini va bir necha yildan beri shu hududda xizmat olib berayotganligimiz sababli bunday fuqaro mavjud emasligini unga tushuntirib o'tdik. Bizda shubha uyg'otganligi uchun darhol tezkor tergov guruhini chaqirdik. Dastlabki surishtiruv jarayonida fuqaro qoramolni o'g'irlab kelayotganligini ma'lum qildi. O'tkazilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu qoramol Buxoro tumani Ko'chko'mar mahallasi hududidagi fermer xo'jaliklaridan birining dala maydonida qarovsiz qoldirilganligi va gumonlanuvchi tomonidan yashirin ravishda o'g'irlab ketilayotganligi ma'lum bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qoramolning bozor qiymati taxminan 10 million so'mni tashkil etadi. Gumonlanuvchi o'g'irlagan ho'kizni avtomashinaga yuklab, hodisa joyidan yashirinmoqchi bo'lgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Uning shaxsi aniqlanganda Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida yashovchi fuqaro ekanligi hamda muqaddam o'g'irlik jinoyatini sodir etganligi uchun sudlanganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, ushbu shaxsning viloyat hududida sodir etilgan va hozirga qadar fosh etilmagan boshqa shu turdagi jinoyatlarga aloqadorlik yuzasidan ham tegishli tekshiruv ishlari davom ettirilmoqda.